Hop, do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan bitta iPhone 17 Pro Max puliga nechta qo'ysa bo'ladi hisoblab ko'ramiz. Va o'sha olgan qo'ylarimizni 1 yildan keyin sotganimizda qancha foyda olib keladi, buni ham sizlarga plus minus qilib beraman. Ekranga yaqinroq joylashib olinglar va bu videoni iPhone 17 jinnisi bo'lgan do'stchilikka tashlab qo'yinglar. Paslar. Menga mana o'zimga maxsus iPhone berdi. Ko'rasizmi? Bu iPhone 18 bitta menda bor unaqa iPhone. Har yili sentabr oyi kelishi bilan iPhone'chilarni kasal tutish boshlaydi. Yangi iPhone chiqadi, yangi versiyasiga o'tishim kerak. iPhone 17 ni sotib, iPhone 18 sotib olishim kerak deb yurishadi. Shaxsan o'zimga ham iPhone juda yoqadi. Haqiqatda telefonlar ichida papasi bo'ladi iPhone. Hop, qisqa qilib boshlaymiz. Hozirgi kunda iPhone 17 lar narxi Toshkent Malika bozorida yoki Toshkent do'konlarida 1,5 mingdan 1,700 gacha bor. Biz maksimalni hisoblaymiz. Maksimalni hisoblaganimizda 1,700 dan hisobladim. 1 terabaytlik, 256 yoki undan kattaroq 10 terabaytliklarni hisoblab 1,700 dan hisoblaganimizda где-то 20 millionlik pul bo'ladi. 20 million so'm pul. Bitta iPhone, bitta telefon. Hozir sizlar o'ylagancha qo'ylarning ham narxi unaqa kep emas. Qo'chqorlar narxi, qo'ylar narxi, iPhone'lar narxi yetyapti, xudoga shukr. Ancha qilsa bo'ladi, harakat qilsa bo'ladi. Xo'p. Hozirgi kunda ona bola qo'ylar bozorida ko'tarilib qolgan, shu sababli biz 6,5 milliondan bitta ona bola, ikkita ona bola olamiz. Yaxshisidan 13 millionga aylanadi. 4 millionga yaxshi qo'zi-qo'chqor olamiz. 7-8 oylik yoshga qarab ketayotgan qo'zi-qo'chqorlardan olamiz. Hop, ona bolani oldik, onda bolasi 1-2 oy, 3 oylik bolasi bor. Qo'chqo'y ham tug'adigan. 1 yilda o'sha onasi bizga yana bitta bola tug'ib beradi, yana bitta qornida bo'g'oz bo'ladi. Bu bolasi bo'lsa katta bo'lib, yana bitta bolaga bo'g'oz bo'ladi. Shu sababli bizga bular ikkita bolasi, o'zini tuqqan bolasi 6 ta yana bo'g'oz holatida topshiriladi. Taxminan bizga bular hammasini sotganda 40 million pul keladi. Ana qo'chqorimiz ham semiradi. Bu onalarni ko'paytirishga yordam beradi, foyda beradi. Qo'chqorimizni ham biz 1 yilda yaxshilab yemlab boqsak, 7 millionga sota olamiz. Общий mayli, shu 7 million xarajatlaringizni tiqib tashlang, pateralarni tiqib tashlang, sizga qolayotgan pul 40 million pul bo'ladi. Ya'ni 1 yilda 2x 2 marotaba ko'payadi. Xudo xolisa ancha o'zgarish bo'ladi. Shu 1 yilda yana sentabr oyida shu 1700 lik iPhone chiqadi. 20 million, 22 millionga aylanadi. Shu paytda bitta iPhone olib qo'yasiz, yoningizda yana 20 million plus turadi. Nima qilgan bo'lardingiz? Menga tez javob berib ketinglar. Faqat ochiqchasiga javob beramiz. iPhone 17 joyida oladigan joy shtir 1700 plus bor. iPhone 7 olasizmi yo biznes qilasizmi? To'g'ri, kimlargadir bu narsa mayda ish tuyular, qora ish bo'lib tuyular, lekin o'ziga yarasha barakasi bor, o'ziga yarasha bu ham biznes. Sizdan ko'p narsa so'ramaydi, faqat e'tibor, mehr bersanglar bo'ldi. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, sizlarni har doim xursand qilishga harakat qilamiz. Sizlarga yaxshi manfaatli video olishga harakat qilamiz. Sizlar ham bizga like bilan kommentariy bosib, do'stlikka jo'natib, podpishka page ishlashni chiqasin do'stlar.